Assalomu alaykum mijozlar. Mana damesimizni gazlarni sozlab jajganlarni joyiga qo'yib berganmiz. Ba'zilar hamma aytadi, usulinni motor qilish kerak, injektor bosish kerak, damazli dam bo'ladi, totta olmaydi deydi. Zavod ash 140 qo'yganmi, 140 ga chiqadi asli. Zavodskiy holatda biz doim prodelka ishlarni emas, zavodskiy ma'qullaymiz. Zavodskiy holatda damazli ham 2-chi, 3-chi skorsda ham chiyillaydi. 80, 90, 100 Aşı prebega 140 bo'lsa o'shanda chiqadi. Faqat hamma yo'g'ini sozlansa bo'ldi. Hozir mana shu mashinamiz ham gazda, benzinda emas. Speedometr ko'rishi. Birinchi skorost o'zida 40 ga yaqinlashib, ikkinchi skorostda mana 50 dan o'tyapti. Yo'limiz javob bermaydi. Katta transport yo'qdir deb pishgani. Ko'rishga mumkin, yaqinroq. Ana 3-skorsda 80 dan o'tyapti. Endi 4 ga oldi. Yo'lda javob bermaydi bunga. Katta trassada ham bosib ko'rsatamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 3 serimizga kelaverasizlar.